Alloh seni sevadimi? Hozirmisiz? Javobini eshiting. Alloh insonni komil qilib yaratdi va unga barcha ne'matlarni ato qildi. U eshitadi, ko'radi, his qiladi. Unga yana aqlni berdi va barcha narsani uning farovon yashashi uchun yo'qdan bor qildi. Lekin inson Allohni qo'yib o'zi kabi insonlarga butu sanamlarga ibodat qildi. Ularga atab ibodatgohlar qurib, haykallar yasab, ularni o'zlarining yaratuvchisi va ne'mat bergan olihalari qilib oldilar. Bu ham yetmaganda hatto shaytonni ham oliha qilib unga sig'inib ketdilar. Bu bilan ham cheklanib qolmay fahish ishlar qildilar. Hatto shahar bo'ylab ko'chalarda zinoxonalar ochdilar. Va bu afsuski oddiy holga aylandi. Ayollarda na hijob qoldi va na ro'mol, na hayo qoldi va na iffat. Erkaklarda na g'urur qoldi va na or. Bo'ldilar barchalari bab-barobar gunohkor. Va yana o'yin kulguga mukkasidan ketib, buni san'at, mahorat dedilar. Va bu yo'lda musobaqalar uyushtirib, insonlarni Allohga ibodatdan uzoqlashtirdilar. Narkotik va mast qiluvchi ichimliklarga mukkasidan ketdilar. Ularni har turlisini ishlab chiqarib, mayxonalar ochdilar. Alloh ularni bu isyoni uchun darhol balo ofatlar yuborib, yer yuzidan yo'q qilib tashlashga qodir edi. Ammo u zot bunday qilmadi. Inson hanuz rohat farog'atda hayot kechirib kelmoqda. Alloh insonga o'ziga qarshi shuncha xiyonat va osiylik qilishiga qaramay, unga tavba tazarru qilib, faqat yolg'iz o'ziga ibodat qilishga qaytishlari uchun ularga muhlat bermoqda. Siz ham shu osiy inson olamining birisiz. Aytingchi, sizga Robbingiz bergan bu muhlat u sizni yaxshi ko'rgani uchun emasmi? ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Demak sizni yo'q joydan yaratgan va noz-u ne'matlarga burkab qo'ygan bo'lsa ham, siz unga osiylik qilganingiz uchun sizni darhol azobga giriftor qilmay, balki sizga tavba uchun muhlat berib, sabr bilan o'ziga qaytishingizni kutayotgan Robbingiz Alloh sizni sevar ekan. Sizchi uni sevasizmi? Javobini bilmoqchi bo'lsangiz, bizni kuzatib boring.